O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi edi. 5 ta respublikani markazi, diniy markazi mana shu Toshkentdagi, mana shu Hastimomdagi diniy idora bo'lgan. Birinchi muftiy Eshon Boboxon hazratlari, ikkinchi muftiy u kishining o'g'illari Ziyoddin qori aka, uchinchi muftiy Shamsiddinxon aka, Ziyoddin qori akaning o'g'illari, keyin Muxtorxon aka, Abdurashid qori aka bo'lib, mana hozir 8-muftiy. Shu diniy idora ochilgandan beri hozirgi muftiy hazratimiz Nuriddin domla 8-muftiy hisoblanadi. Men bu dargohga 1975-yili 31 yoshimda kelganman. Ungacha Farg'onada tug'ilib, Farg'ona vodiysidagi ulamolardan saboq olib, ancha savodim chiqqandan keyin diniy idoraga kelib, shu bir hujjat olay deb kelganimda Ziyoddin qori aka marhum muftiy ekanlar. Men kelib bu yerda mana shu mahad, islom mahadi bor, hozir ham bor. Meni o'qishga qabul qilishdi. Lekin diniy idorada ishlab turavering deb, ishlab turib o'qiganman. Keyin men diniy idorada ishlab, mana hozirgacha 50 yildan beri Allohga shukr shu diniy idorada har xil lavozimlarda ishlab kelyapman. 7 ta muftiyni yonlarida ishladim. Birinchi muftiyni ko'ra olmay qoldim, xolos. Eshon Boboxon hazratlarini ko'ra olmadim. Ziyoddin qori akadan hozirgi mana Nuriddin qorigacha 7 ta muftiyni yonlarida ishlab keldim. Diniy idora faqat O'zbekistonga emas, 5 ta respublikani boshqarsin deb, qarang, shunaqa nimalarni kam qilgan. Butun Sovet ittifoqi bo'yicha bitta diniy ta'lim beradigan dargoh Buxoro bo'lgan. Buxorodagi Mir Arab madrasasi bo'lgan. Keyin bu Ziyoddin qori akam o'zlari obro' e'tibor topib, hukumat tomonidan ham, davlat tomonidan ham va xalqaro miqyosda ham obro' e'tiborga ega bo'lganlaridan keyin Toshkentda ham lekin oliy ma'hadni ochdilar. Bunga Moskva qarshilik qila olmadi. U kishining hurmatidan shunchalik obro'ga ega edilarki, Eshon Boboxon hazratning o'g'illari Ziyoddin qori akam juda arab tilini ham, diniy fanlarni bu kishdaqangi zo'r biladigan inson juda dunyoda kam. Men yonlarida uzoq vaqt ishladim. Undan keyin o'g'illari, undan keyin muftiylarning hammalarini yonida ishlab kelyapman, Xudoga shukr.